Assalomu alaykum hammaga. YouTube'da juda ko'plab saxovatpesha, xayr ehson qiladigan insonlarni reklamalarini ko'rgandan keyin ChatGPTga men ham savol berib ko'rdim. Dunyodagi eng boy, saxovatpesha, iymonli, insofli va xayr ehson qilishdan charchamaydigan sportchilar haqida ma'lumot bering deb aytganimda ChatGPT mana shunday ma'lumotlar chiqarib berdi. Bulardan birinchisiga Habib Nurmagomedov qo'yilgan. UFC chempioni. Habib o'zining musulmon iymoniga sodiq va ko'plab xayr loyihalarga pul sarflagan deb chiqyapti. Boyligi haqida maktablar, sport zallari ochishga, beva bechoralarga yordam berishga katta hissa qo'shganligi haqida yozyapti. Ikkinchisiga Cristiano Ronaldoni qo'ygan, futbolist. Uchinchisiga Muhammad Ali, bokschimiz. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Sadio Mane, futbolist yana. Bu afrikalik futbolistni juda ko'plab YouTube'larda ko'rsatadi. Xayr ehson qiladigan, saxovatpesha insonlik to'g'risida juda ko'plab ma'lumotlar berib boriladi. Roger Federer, tennis afsonasi deb tennischi ekan, buni men tanimasdim. Men savol berganda ChatGPT mana shu 5 ta sportchilarimizni taqdim etdi. Yana kim qanaqalarni biladigan bo'lsa yozishlaringiz mumkin ChatGPTga, u haqida ham ma'lumot olsalaringiz bo'ladi to'liq.